Живой gul olaman desam qimmat ekan, shunga искусственный gul olib keldim. Menga tegmoqchimidingiz? Xuddi shunday. Uchrashuvga chiqishimni aytishgan edi. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir bir daqiqa qo'ng'iroq bo'layotgandi. Alo? Ha, Dugonajon? Yaxshimisan? Aha, biz sen bilan kechga ko'rishamiz albatta. Qarang, pastlik deb o'ylamang-ku, lekin taksining pulini o'rtada to'laymiz. Chunki to'y ikkalamizniki bo'lyapti. Mayli. Dadangiz nima ish qiladi? Qo'ng'iroq bo'lyapti. Bir daqiqa. Alo? Ha, Dugonajon? Suratlaring nima? Aha, senga yuboraman. Kechga. Qarang, men bitta somsa oldim. Siz napitka oling. Mayli. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir bir daqiqa. Labbi Dugonajon? Yo'q, nega unday deysan? Asli bezovta qilganing yo'q. Yo'q, hali hammasi joyida, yaxshi bo'ladi. Otalar so'zida o'ynamaganmisiz? Yo'q. To'g'ri gapiring, Ana keldik. Bu meni uyim. Qarang, qiz bolani ko'nglini olish kerak ekan-ku. Shunga sizga sifat shirinliklardan oldim. Hozir trendda o'zim yemasam ham sizga oldim. Bilsangiz bilarsiz. Ko'nglingizda oldimmi? Oldingiz. Dadangiz nima ish qiladi? Hozir qo'ng'iroq qil. Qo'y-chi telefonni. Konkret gapir, dadang nima ish qiladi? Pensionerlar. Pensioner? Jinigaran. Men senga shuncha so'radim, 100 marta so'radim, dadang nima ish qiladi deb. Bekor senga somsa beribman, bekor senga taksingni pul to'labman. Jinni. To'xting. Lekin ularning avtosalonlari bor. Kerak bor. Bor. Kechir, asalcha. Jahlim tez. O'zgaraman. Dadang uchun o'zgaraman.